Salam qadrli qarindoshlar, qana ahvolinglar, hammanglar yaxshidirlarmi? Bugun biz olamning yaratilishi darsimizning davomi 45-bobni ko'rib o'taylik dedik. Oldi bilan 45-bobni o'qib chiqaylik. Yusuf öz hissiyatını besib elishga amalsiz qilib, xizmatkorlarning tashqariga chiqib turishini buyurdi. U qarindoshlari bilan yolg'iz qolganda o'zining kim ekanligini ma'lum qildi-da, shunday qattiq yig'ladiki, uning ovozini uyning sirtidagilar angladi va anglab qilib bu xabarni tezdan podshohga yetkazdi. Yusuf İbrani tilida qarindoshlariga mundaq dedi: "Men Yusuf bo'laman. Atam salomatmi?" Bu gapni anglagan qarindoshlari uduqib ketgandan gap qila olmay turib qoldi. Yusuf ularni oldiga chaqirdi. Ular uning oldiga kelganda mundaq dedi: "Men sizlarning eninglar, ya'ni sizlar Misrga setayotgan Yusuf bo'laman. Lekin sizlar bu ish uchun ansirab, o'zinglarni aybga boyramanglar. Xudo xalqining hayotini saqlab qolish uchun meni avval bu yerga avatgan. Bu yerdagi qahatchilikka amdi 2 yil bo'ldi. Yana 5 yilgacha teraqchilik qilg'ilimi bo'lmaydi, usul olg'ilim bo'lmaydi. Shunga sizlarning naslinglarni saqlab qolish ham hayotinglarni qutqizib qolish uchun Xudo cho'ng mo'jiza ko'rsatib meni bu yerga avval avatdi. Demek meni bu yerga elib kelgan sizlar emas, balki Xudodir. U meni podshohning bosh maslahatchisi va Misrning bosh vazirligiga o'ltirg'izib, butun mamlakatni idora qilishga muyassar qildi. Sizlar otamning yeniga tezdan berib, uningga o'g'lingiz Yusuf Xudo meni butun Misr davlatining bosh vaziri qilib tikladi. Siz hamda kechikmay bu yerga tezdan yetib keling. O'g'il qizlaringiz, navlaringiz, qo'yqanlaringiz va boshqa butun ta'alluqotingizni akilib, Go'shan viloyat atrofida menga yaqin o'ltiring. Sizning butun oila va mol varollaringiz bilan ochliqdan mushkul ahvolga tushib qolmasligingiz uchun men sizni boqaman. Chunki qahatchilik yana 5 yil davomlashadi dedi. Danglar dedi. Mana mening kim ekanligimni sizlar haminglar o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Benyamin, senmi ko'rding? Atamga Misrdagi hurmatimning qanchalik yuqorligini aytinglar va ko'rganlaringlarning hammasini yetkazib, uni tezdan bu yerga kelib kelinglar dedi. U inisi Benyaminni quchoqlab, yana qattiq yig'lab ketdi. Inisimi uning bo'yniga esilib qattiq yig'ildi. Ondan u yig'lagan beti akalari bilan bir-birlab suyushib ko'rishdi. Shuningdan keyin qarindoshlari uning bilan so'zlashishga boshladi. Yusufning qarindoshlarining Misrga kelganligi to'g'risidagi xabar o'rdaga yetib kelganda, podshoh va xizmatkorlari intayin xushal bo'lishib ketdi. Podshoh Yusufga: "Qarindoshlaringga ayt, ularga mol ortib darhol qanon qaytib berib, atang bilan barliq oila tavobatlarini bu yerga kelib kelsin. Men ularga Misrning eng yaxshi zaminini beraman. Ular bu yerda bayoshat turmushdan bahramand bo'lsin. Ularga yana shuni aytib qo'y. Ular atangni va xotin bola-chaqalarini elib kelish uchun Misrdan Harvalga ketsin. Ular u yerdagi ta'alluqotini o'ylamasin. Chunki Misr zaminining eng yaxshi narsalari ularning bo'ladi" dedi. İsrailning o'g'illari bu so'zga binoan ish qildi. Yusuf podshohning amri bo'yicha ularga harva va yo'lga ketarlik uzuq tayyorlab berdi. U yana har bir akasiga bir qo'rdan yangi kiyim sovg'at qildi. Benyaminga bo'lsa 5 qo'r kiyim bilan 300 kumush tanga berdi. U otasiga 10 hangi eshakka Misrning eng yaxshi mahsulotlarini, ya'ni 10 moda eshakka otasining Misrga kelish yo'lida iste'mol qilishiga oshliq, non va boshqa yemeklarni ortib berdi. U qarindoshlarini yo'lga solish oldida ularga yo'lda jidal majra chiqarmasligini topildi. Ular Misrdan chiqib Qanonga, otasining yeniga qaytib bordi. Ular otasiga: "Yusuf hayot ekan, Misrning bosh vaziri bo'pti" dedi. Yaqubning tallari cho'g'ildab ketdi. U ularning so'ziga ishonmadi. Lekin u ulardan Yusufning aytib bergan so'zlarini anglab, hamda Yusufning o'zini elib kelishiga avatgan harvalarni ko'rib, o'shiga keldi. U: "Bo'ldi, o'g'lim Yusufning hayot ekanligiga amdi ishondim. Ko'zimning ochiqida berib uni ko'ray" dedi. Xo'sh qarindoshlar, biz mazmunimizga kelsak, bugungi mazmunda Yusuf oxiri o'zining qarindoshlariga o'zining Yusuf ekanligini oshkorlagan shunday mazmun. Bugungi mazmunda uşaq mazmun ko'p emas, faqat bir nuqta. Shuni ko'rib, tushunib, uni hayotimizga va o'zimizning hayotimizga bir tadbiqlab, o'ylanib beqishlik faqat muhim bir mazmun bor. Aldın qatim mazmunni bir qatim bir qisqacha bir o'ylab o'tsak, aldın qatim biz 43 bilan 44 bobni markazlashtirib biroqlam ko'rib o'tgan. Mazmun biroz uzun bo'lsa-mu, uni hammalarning cho'qim bir qatim anglab chiqishinglarni umid qilaman.
Aldın qatim məzmunda Yaqubqa ait bir qatim məzmunni sözlüdük. Andan keyin Yahudaning sözün qisqachalik so'zlab o'tdik va Yusufning qarishini Yusufning maydonida turib bir mushu məzmunlarni ishlarni bir qatim ko'rib o'tdik va Xudoning nuqtai nazari bilan Yusufning hayotidagi ishlarga qaragan qarash bilan Yusufning akıllarga, yani qarindoshlarga shunday sinoqlarni elib berishdagi maqsadining nimaligini biz Xudoning qarashi, Xudoning nuqtai nazari, yani haqiqatning nuqtai nazari bo'yicha shu ishlarni tushunish uchun biroz yechib o'tdik desakmi bo'ladi oldingi qatimliq mazmunlarda. Bugungi mazmunda ya'ni 45-bobda bo'lsa, Yusuf o'z hissiyotini besib olishga amalsiz qalayib deb buni biz oldingi bob bilan ulab ko'ra olamiz. Ya'ni 44-bobda Benyamin axiri Benyaminning xaltisidan Yusufning jami chiqqandan keyin Yusuf vaqt oshkorlamagan bo'lg'achqa Benyaminni aqalma degan vaqtida Yahuda inisi Benyamin uchun kepillik qilib, Benyamin uchun Yusufga yalvorib qilgan so'zlari bor. Shu so'zlarni anglagandan keyin Yusuf o'z hissiyotini bosolmay qarindoshlariga o'zini oshkorlagan mazmun chiqadi bu yerda. Bo'libmi biz izchil davatgan bo'yicha, ya'ni Yusufning qarindoshlarini sinash maqsad ularning qalbidagini bilib beqish, tushunib beqish deb turib biz oldingi bobda 42-boblarda biz degan 43-bobda 44-bobdan bir qatim deganga o'xshash oxiri Yusuf nima uchun hissiyotini bosolmay o'zini oshkorladi deyotida Yahudaning qarindoshi Yahudaning o'zining gunohiga qanchalik tövbe qilgan o'zining gunohi, o'zining haqsizlik qilganliklariga nisbatan aytgan so'z va pushaymonlik qilib ifodalab aytgan so'zi bor. Ya'ni 44-bob 16-oyatda Xudo kamillarning gunohini aychib tashladi. Endi jam chiqqan kishilar emas, hammamiz o'zining quli bo'lg'aymiz. Gunohini aychib tashladi degan gap Xudo haqdir. Ya'ni Xudo bizning shu o'tkazgan gunohimizga qarta bizga haq holatda muomala qildi degan o'xshash. Sizning oldingizda ham bizga haq qildi degan o'xshash. Qarindoshi bilan Benyamin bilan o'zini almashtirishini, ya'ni Benyaminning akalari bilan qaytib, o'zining bo'lsa Benyamin uchun turib qalish, Benyamin uchun Yusufning oldida qul bo'lishga rozi ekanligini deb turib, Benyamin uchun kepillik qilishdagi sababini bo'lsa otasining yaşım qolgan topgan balasi degan o'xshash. Shu Benyamin bilan Yusuf ikki qarindoshning ahvolini, mazmunini va otasining nima uchun Benyaminni yaxshi ko'rganligini degan o'xshash shu sababga markazlashtirib turib, o'zining shuning uchun Benyamin uchun kepil bo'lib Yusufning oldida qilishga rozi ekanligini, Benyaminning hayoti, taqdiri otasining hayoti bilan, taqdiri bilan, hayot mamatlik taqdiri bilan bog'lanish ekanligini deb turib, bu yerda Yahudaning shu sababni, ya'ni o'zining burunqi shu qilmishiga, qilgan xatoligiga qarata o'zining gunohlariga qarata Xudoning ularga haq holatda muomala qilganligini bu yerda e'tirof qilib yurib, o'zining pushaymonini, tövbesini bir xil ifodalaydigan bir mazmun dal 44-bob 16-oyatdan davomidagi shu qadar mazmunlar orqali biz shuni ko'ra olamiz. Shunga Yusufmu Yahudaning mushu qilgan so'zlari, ya'ni ularning qalbidagi shu qilganlariga bo'lgan pushaymonlari yoki tövbesi bo'lsin yoki shu Xudoning ularga muomalasining haq ekanligini deb turib, Xudoning oldida tövbe qilgan shu qalb bilan Yusufning oldida degan shu so'zlar orqali Yusufning oxiri o'zining hissiyotini bosib olmay, akalarining oldida o'zining Yusuf ekanligini oshkorlaganligini biz ko'rib olamiz. Endi bu yerda Yahudaning yana bir mazmuniga asos so'zlagan yana bir mazmuniga asosan men oldin qatim ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Analiz deb turib ayrim bir 30 minutlik, 35 minutlik bir video chiqarib qo'ydim. YouTube qarsanglar. O nima desa, chunki Yahuda bu yerda Yahuda bo'lsin, oldida qarindoshlar bo'lsin, hammasi Yusufni o'ldi, aramizda yo'q oldi degan o'xshash Yusufni asli bular suiqasd qilgan emasmi Yusufni? Asli bular setibdi o'zlari. Bular suiqasd ishlab o'zlari Misrga setibdi. Bu haqiqatni, ya'ni ular Yusufga suiqasd qilgan haqiqatni, ular Yusufni setibetgan, qulluq setibetgan shu haqiqatni faqat bularlar bildigan. Hatta otasiga analizni anglab chiqsanglar, hatta otasiga
qarindishini, ya'ni Yusufni yovvoyi hayvonlar yeb ketgan o'xshaydi deb aldab, ya'ni Yusufning to'nini apag'anliqqa aytmaz bo'lan degan edik. Shu orqali bular o'zining gunohini, shu xatoligini izchil yushirib kelganda, mayli otasiga bo'lsin, mayli har qanday ahvolasi yushirib, faqat o'zillan bilgan emasmi? Ana shuningdek Yusufni setib etib turib, bo'libmi Yahuda o'tirib qo'ygan bir plan edi bu. Bu 37-bob qarasanglar, 37-bob 26-oyat qarasak, Yusufni avval ular Ruben qutqizmoqchi bo'lish uchun uni qo'rquduq tashib etayli degan taklifni Ruben berib, qilgan bilan oxirida Yahuda biz uyimizni o'zimiz, ya'ni o'z inimizni o'ldirib jinoyatimizni yoshirishning nima foydasi? Uni o'zimiz qo'l selib o'ldirganimizdan ko'ra, Ismoillarga setib etganimiz tuzuk. O qanday bo'lmasin bizning inimiz, qon qarindishimiz degandek shu taklif bilan, ya'ni Yahudaning shu taklifi bilan bular Ismoillarga Yusufni setib etgan. Lekin bular izchil bu Yusufning oldida bo'lsin, Yusuf shu qadar qo'llab, shu qadar bularga har xil usullar bilan bularni qarindoshlarini qon bilan bular izchil Yusufni o'ldi, aramizda yo'q deb o'zining qilgan shu suiqasdini yoki o'zining qilgan shu Yusufga qilgan qilmishini izchil yo'shirgan bular. Shu xatoligini yo'shirib kelgan edamizmi? Lekin men oxirida Yahuda Xudo kamillarning gunohini aytib tashladi deyish orqali o'zining shu Yusufga qilgan qilmishining jazosi sifatida, ya'ni Xudoning ularga qilgan bir haq holat ekanligini, ya'ni Yahuda o'zining shuning uchun Benyaminning hayoti uchun, Benyamin uchun gepi bo'lib o'zining hayotini Benyaminning hayoti uchun almashtirib Yusufning oldida qul bo'lishga rozi ekanligini aytganiga o'xshash shunday bir mazmunlarni ham biz ko'rib o'tamiz. Bu shunga o'xshash bularning yo'shirgan gunohiga oid mazmunni sizlar analiz qismini bir qatim anglab chiqsanglar bo'ladi deb qarayman. Ma'qul unda bo'lsa bugungi mazmunning davomiga kelaylik. Bugungi mazmun davomida oxiri Yusuf o'z hissiyotini besib olishga amalsiz qilib xizmatkorlardan chiqarib etgandan keyin qarindoshlariga o'zini oshkorlaydi-da, kim ekanligini. Oshkorlab men Yusuf bo'lman, atam salomatmi deganda qilib, uning qanday qarindoshlariga o'qib ketganda ular turib qolgan. Shuna ahvolida Yusuf o'zining hayotiga, ya'ni o'zining hayotiga bo'lgan burilish nuqtasi bo'lgan, ya'ni akıllarının qilgan ishlari Yusufning hayotiga nisbatan bir cho'ng o'zgarish, cho'ng burilish nuqtasi bo'ldi-da. Akıllari garchi uning suiqasdlab uni Ismoilga setib etgan bilan, Yusuf shu setilib ketgan bilan, shu jarayonlarda biz oldingi qatimlarda izchilab kelgan bo'yicha shu Yusuf o'zining hayotini Xudoning yor bo'lishi bilan, Xudo bilan birga o'tkazish jarayonida Xudoga bo'lgan cho'nqur tunish, Xudo bilan yaqin yashash, Xudoning yetakchiligida yashash orqali o'zining hayotiga Xudoning irodasi bilan, o'zining hayot ustidagi Xudoning irodasi nimada, o'zining hayoti orqali, o'zining hayoti hozirgi o'rnida, hozirgi yashayotgan doirasida, hozir qilayotgan ishlar orqali Xudoning qanday ishlarni uning hayotida namoyon qilmoqchiligini izchil biz Yusufning Xudoning irodasiga səpsəlib, iradəsini sorab, Xudanın şu iradəsi bilən özünün həyatı qaralanlığını biz görə alayımız. Bunu bugünkü məzmundum texim eniq düşünə alayımız. Yəni Yusufның qarindaşlarına deyən geyib arqalıq texim düşünə alayımız. Məsələngə Yusuf ulağı deyən vaxtda nimdəydi otursa, mən sizlərinin eninla, yəni sizlər Misirə setib etken Yusuf bulman deb durub, anankin, lekin sizlər bu iş üçün ənsərəb özünlərini əyibki boyurmanlar deydi. Bunu bizning kitabımızda albatta bizning tushunishimiz uchun nihoyatda silliq holatda ifodalab chiqqan jumlani nihoyatda silliq holatda bizning hozirgi holatimizni tushuna oladigan darajada tarjima qilgan, lekin biz asli tekst bilan qarayotganimizda sizlar bu ish uchun azoblanmanglar. Endi ichinglarni ochiq qilmanglar deb turib ansirashni o'rniga yana azoblanish, yani biz inimizni shunday askelikni qildik, biz inimizni shunday setib etdik, biz undaq degan o'xshash o'zinglarning ichinglarni azoblamanglar deb. Andan keyin o'zinglarga ochiqlanmanglar. Ya'ni biz o'zimizga o'zimiz ochiqlangan vaqtlar bor. Ba'zanlarda men shunday ishlarni qildimmi degandek o'zimizga o'zimiz ochiqimiz keladigan ishlar bo'ldi emas. Men shuni asla ifodalaydi. Ya'ni aqllari maydondan so'zlab turib, ya'ni mening uchun o'zinglarni azoblamanglar. Ya'ni
meni setib deb, uni maşan qildik deb turib, mening hayotimga qarab turib, o'zinglarni azoblamanglar, o'zinglar ochiqlamanglar deb turib, akslarning maydon turib, aklarga tasalli berayotganligimizni ko'ra olamiz. Anandan keyin Yusuf yana deydi, Xudo xalqining hayotini saqlab qolish uchun meni avval bu yerga avatdi deb. Ya'ni Yusuf biz asl tilda ko'rgan vaqtimizda sizlar bu ish uchun, ya'ni mening ishim sababidan Misrga setayotganliginglar sababidan o'zinglarni azoblab, o'z-o'zinglarga ochiqlanmanglar. Chunki deb dedi ki degan ibraniy tili ki deb, ya'ni chunki Xudo hayotinglarni saqlab qolish uchun meni avval bu yerga avatdi deb turib, ya'ni hayotinglarni saqlab qolish uchun meni avatdi deb Yusufning bu yerga kelishi, ya'ni Misrga kelishi deki işler, bu Yusuf'un Mısır'daki hayatı bolsun, bularning hammasi bolsun, Xudoning irodasi bilan, Xudoning abayim deganimiz, Xudoning irodasi bilan o'zining hayoti qaradi degan o'xshash. Shuning uchun Yusuf izchil, garchi aqllari uningga suiqasd ishlab uni setayotgan bo'lgan bilan, u garchi nurg'un jafo mushaqqatlarni kechirgan bilan, lekin u Xudoning yor bo'lishi bilan, Xudo bilan billa, Xudoning yetaklashi bilan, Xudoga yaqin yashash orqali bu o'zining hayot ustidagi Xudoning qilayotgan ishlarni irodasini anqirgan emas. Shuning uchun o'zining hayotiga Xudoning irodasi bilan qarab turib, aqllariga tasalli berayotgan bir mazmun dal shu 45-bob 4-oyatdan 8-oyatgacha mazmunlar edi. Shuni o'xshash bu deydi, ya'ni qahatchilik amta 2 yil bo'ldi deb. Oldin qatimiz degan vaqtimizda 21-22 yillardan keyin ko'rishdi deb bir qatim oldin deb o'tganda qilgan. Uzun vaqt to'g'ashmam, aniq eslamadim. Shunga o'xshash endi bu yerda deydi Yusuf, ya'ni endi 2 yil bo'ldi. Ya'ni bu yerda qahatchilik endi 2 yil bo'ldi. Ya'ni 5 yilgacha teraslik qilg'ili bo'lmaydi, o'sola qilmaydi deb Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlarini hozirgi vaziyatga, hozir hamiyada, mayli Qanonsimin bo'lsin, mayli Misr bo'lsin, hamiyada qahatchilik, ya'ni bu yerda nim bo'lyapti emasmi? Ofat. Mushundaq ahvolga nisbatan Yusuf ham Xudoning irodasini, Xudoning deganlarini, Xudoning qilmoqchi ishlarini maydonda tutib turib, aqllariga ham Xudoning qilayotgan ishini, ham shunga Xudoning Yusufning ustidagi, hayot ustidagi irodasining nima ekanligi va shu vaziyatda Xudoning Yusuf orqali nima ish qilmoqchi bo'lganligini maydonda tutib turib, bularga tushuntirgan, ya'ni bularga so'zlaganligini. Shuning uchun bayon biz oldingi qatim deb, ya'ni 4-bob, 45-bob 4-oyat, 5-oyatda bu ish uchun azoblanmanglar, o'zinglarga ochiqlanmanglar deganning sababini ostidagi mazmunlar orqali tushuntirganligini biz ko'rib olamiz. Shuning uchun deydi, shuning uchun sizlar nasllarni saqlab qolish, sizlarning nasllarni saqlab qolish, hayotinglarni qutqizish uchun Xudo oldi bilan meni bu yerga avval avatdi. Ya'ni Xudo meni qutqizib, meni omon qoldirib, meni saqlab degan, bu yerda cho'ng mo'jizalarni ko'rsatib deganni asli ibroniycha bir so'z bilan ifodalandi, lekin meni qutqizib, meni omon qoldirib, meni har xil baloyi qazolardan chiqarib degan bir so'z. Bu yerda Xudo cho'ng mo'jizalarni ko'rsatib deganimi, bu yerda Yusuf shu vaqtda cho'ng mo'jiza degani shu Ismoillar qul qilib yetgan vaqtida darhol udul kimga setilgan edi? Shu podshohning bosh vaziri Potifarga setilgan edi. Buni biz shundoq udulga qilgan bormi deb buni tushunmaymiz, balki Xudoning irodasi bilan tushunmaymiz deb biz deb o'tganga o'xshash. Undan keyin zindonga tushdi. Gar zindon hayotini yashagan bo'lsa-mu, Yusuf zindondami nurg'un ishlarni o'rganib, nurg'un ishlarni boshdan kechirib, ham yerda zindonda ham ahamiyatlik bir Xudoning nuqtai nazari bilan qaragan vaqtimizda biz mayli nada yashaylik, nada turaylik, qayerda qanday bir jafoliq hayotlarni yashagan bo'laylik, bu Xudoning irodasi bilan qaragan vaqtimizda bizga nisbatan nihoyat bir ahamiyatlik, nihoyat ma'noga ega bo'lgan, nihoyat qimmatlik bir aslimaga ega bo'lgan, bizni nihoyat o'stirgan, o'zgartgan, Xudodan jonqur tunutgan shunday mazmunlar bo'lishi aniqda. Shuning uchun Yusuf mushunday hayotidagi shu barliq kechmishlarini eslab turib, aqllariga bo'lsa, ya'ni sizlar nasllarni saqlab qolish uchun, hayotinglarni qutqizib qolish uchun Xudo meni qo'g'dab, meni qutqizib, meni omon qoldirib, ya'ni buni bizning kitobimizda degan ifodalagan o'xshash Xudo cho'ng mo'jizalarni ko'rsatib, meni bu yerga avval avatdi deb turib tushuntirganligini ko'ra olamiz.
Shuning uchun bizning hayotimizni ham bizning hayotimizga har bir kichik ishlar bo'lsin, bizning har bir hayotimizga o'zgarishlar bo'lsin, har bir kunlarimizdagi Xudo bilan o'tkazgan har bir ishlarimiz bo'lsin, Xudo bilan belli bo'lishimizning o'zi bizga nisbatan, hayotimizga nisbatan Xudoning ulug'ligini namoyon qilgan, Xudoning marhamatini namoyon qilgan mo'jiza hisoblanadi. Mushunday kichik mo'jizalar oxiri birlashib bizning bir cho'ng bir kartina ichidagi bir hayotimizni shakllantirdi emasmi? Xudo ana shunday ishlarni qilgan uchun shuni o'xshash Yusufmu bu yerda akalariga shunday bir o'zining hayotidagi Xudoning irodasi, Xudoning qilayotgan ishlari, Xudoning hozirgi vaziyatda ham qilayotgan ishlari, qilmoqchi bo'lgan ishlarini tutib turib, akalariga shunday tasalli berayotganligini, ya'ni o'zlarini azoblamasligini, o'zlariga ochiqlanmasligini deb turib, shunday tushuntirayotganligini biz ham ko'ra olamiz. Hem bu yerda bir nihoyat ahamiyatli bir jumla bor oxiri, ya'ni 8-oyatda. Demak, meni bu yerga elib kelgan sizlar emas, balki Xudodir deb turib, shu sizlar o'zinglarni azoblamanglar. Meni qarindishinglar bo'lgan, meni setvetdik deb, suiqasdchilik deb azoblamanglar, o'zinglar ochiqlamanglar. Demak, sizlar garchi shu ishni planlagan bo'lsanglarmi, ammo Xudo shu planinglarni o'zgartib, ya'ni yaxshilik qilmoqdir. Bayam dedik emasmi? Xudo meni omon qoldirib, qutqizib degan o'xshash. Garchi sizlar meni shu vaqtda setayotgan bo'lgan bilan Xudo meni shu vaziyatdan qutqizdi. Mening hayotimni o'zgartdi, yaxshilik bo'yicha o'zgartdi degan o'xshash. Cho'ng mo'jiza ko'rsatib degani shunday ham tushuna olamiz emasmi? Shunga meni bu yerga elib kelgan sizlar setayotganliginglar uchun men bu yerga kelganim emas, balki Xudoning irodasi, mening hayotim ustidagi irodasi bo'lg'ashqa, shu sizlarning qilgan ishinglarni Xudo yaxshilikqa aylantirib, ya'ni oxirgi bablarda ko'rsakmi, eng oxirida otasi Yaqub vafot bo'lgandan keyin akalar qaytadan Yusufning oldiga kelib degan vaqtda Yusuf deydi emasmi shu vaqtdami? Sizlar qilganlaringlarni Xudo yomon ishlarni yaxshiga aylantirib degan o'xshash. Shunga o'xshash bu yerdami shunday da'vat qilgan ko'ra olamiz. Demak, men bu yerga kelib kelgan sizlar emas, balki Xudodir deb. Sizlar garchi shu vaqtda meni setayotgan bo'lgan bilan, lekin Xudo mening ustimdagi, mening hayotim ustidagi irodasi bo'yicha meni qutqizib, meni omon qoldirib, meni yetaklab, mishaga meni elib keldi. Chunki deb turib elib keldi deb oxirida yana u meni podshohning bosh maslahatchisi va Misrning bosh vazirligiga o'ltirg'izib, butun mamlakatni idora qilishga muyassar qildi deb. Buni yana asl til bilan ko'rgan vaqtimizda bundaq 3 bu kichik 3 ichidan bu cho'ng bir jumla ichidan 3 jumlaga ayrilib ketadi. Ya'ni u meni podshoh, ya'ni Firavnning bosh maslahatchisi deganda bu yerda Firavnning otasi qildi degan so'zni ishlatildi bu yerda. Firavnning otasi, ya'ni Firavnning otasi degan gap shu vaqtda otasi deb turib, ya'ni Firavnga maslahat beradigan, donolardan qildigan, shundaq maslahat qildigan otasi, ya'ni Firavnmu Yusufdan maslahat so'raydigan, donolik qiladigan shundaq maslahatchisi qilganligini deydi. Buni yana oxirida yana boshqa bir xil ifoda bilan so'zlaydi. Ya'ni 26-oyatda, 45-bob 26-oyatda aqllar otasi degan vaqtda Yusuf aytgan, Misrning bosh vaziri bo'libdi degan vaqtida misal ishlatilgan bu yerda bosh vaziri degan bilan bu yerda bosh maslahatchisi bo'libdi degan so'zni ishlasa asli muvofiq. Chunki bu yerda qo'llangan so'z misal deb bizning Pan-nasihatlar kitobimiz bor. Pan-nasihatlar kitobimizni ham Musar deb oldi. Yani bu sözün söz yıldızı nima desa, panda nasihatlar, nasihat, donolik, nasihat berguchi, donolik berguchi, yetakligüchi degan o'sha shuna so'zlarni o'z tumuri ichida o'z ichiga olgan so'zda. Shuning uchun nima demoqchi bu yerda desa, ya'ni podshoh Firavnmu o'zi davlatining ishlari uchun olsun, qildigan ishlar uchun, ya'ni meningdan maslahat so'raydigan, meningdan donolik so'raydigan degan o'sha Firavnning otasi qildi degan gap, shu otasi degan so'zni shu donolik ko'rsatguchi, maslahat berguchi degan shunaq nimalarni tushuna olamiz. Shuning uchun bu yerda deyotgan u meni Firavnning otasi va barliq bu yerda Misrning bosh vazirlik o'ltirg'izi degan so'zni asl tilda o'qigan vaqtimizda barliq oilasining egisi, bu yerda egisi degan gapni xudosi degan o'xshash so'z bilan ham ifodalaydi. Bu yerda barliq oilasining egisi degan gap bu yerda hamda oilaviy yoki davlatning e'tiqodiy masalalari bor emasmi? U vaqtlarda, ayni vaqtlarda davlatning ishlari bo'lsin, bu ishlar bo'lsin, nima qilgan ilohiy jihatlardan
ilahiy jihatlardan maslahat so'raydigan, ko'z tutadigan shunday ishlar hamma millat, hamma nimalarda bor. Shunga o'xshash bu yerda oilasining egisi qildi, ya'ni oilasining xudosi qildi degan gap, hamda xudosi emas, ya'ni bu yerda oilasining xudosi qildi degan so'zni biz hamda rasmiy xudo qildi degan ma'noda emas, balki oilasining, ya'ni bular o'zlari ishonadigan, bularning e'tiqodi ishonadigan shunday nimasini bo'lsa, Yusufning ishongan xudosiga Yusufning xudosiga markazlashtirayotganligini ham biz bu yerda tushuna olamiz. Ham shunday oxirisida butun mamlakatni idora qilishga muyassar qildi deb. Shuning uchun bayam degan o'xshash bu yerda 8-oyatning oxirgi yerimida shu 3 dana kishi jumla bor deganimiz, ya'ni podshoh Firavnning otasi qildi, barliq oilasining degan gap shu davlatining o'z ichiga oladi. Ning xudosi, ya'ni egisi qildi, ham shunday butun mamlakatni idora qilishga muyassar qildi degan so'zlarni tushuna olamiz. Ya'ni Yusuf butunlay bu yerda o'zining hayoti ustidagi Xudoning irodasi, o'zining hayoti orqali Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan, qilmoqchi bo'lgan ishlarni nazarda tutib turib, aqllariga tasalli berayotgan, ya'ni aqllarining o'zini ayiblamasligini, o'zlarining azoblanmasligini Yusufning ishi uchun, shunday o'zlariga o'zlarining ochiqlanmasligini aytib turib shuna deydi. Buningga o'xshab qolgan, ya'ni mazmun biz yangi haftada doim ko'ramiz, Pavlosning xatlaridami doim shunday Xudoning irodasi, bizning hayotimizga bo'lgan Xudoning mukammal bo'lgan irodasi o'rinlashtirishi baliqqa nisbatan Pavlos o'zining yozgan xatlari ko'p ifodalaydi. Bo'libmi biz qaraydigan halqa Rimliklar, balkim buni hamma bilishinglar mumkin. Rimliklar 8-bob 28-oyatdami Xudoning o'zini so'ydiganlarning, ya'ni o'zining irodasi bo'yicha chaqirilganlarning, ya'ni Xudoning irodasi bo'yicha chaqirilgan shu e'tiqodchilarning hayotida mayli qanday ishlar yuz bersin, ularning butkul ishlarini moslashtirib, hammasini shu e'tiqodchining, ya'ni shularning manfaat uchun o'rlashtirganligini bilamiz degan bir gap bor. Bu mencha hammanglar bilsin. Shunga o'xshash Xudo o'zi chaqirgan, o'zi so'ygan, o'ziga yaqin bo'lishga chaqirgan, o'zi oldiga chaqirgan shu e'tiqodchining, o'zining xalqining, o'zining Rabb Iso Masih orqali o'ziga mansub qilgan shu xalqining barliq ishlarida, hayotida yuz bergan mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, har qanday ishlarni moslashtirib, shularni hamda shu e'tiqodchi uchun yaxshi bo'lsin deb o'rinlashtirganligini bilamiz deb. Bu bizning hayotimizda bayım Yusufnikiga o'xshash, bizning hayotimizda qattiq o'zgarish qilgan, cho'ng bir o'zgarish qilgan shunday cho'ng bosqichlar bo'lsin va yoki har bir hayotimizda, har birimizning hayotida har bir kunda yuz bergan kichik ishlardagi Xudo bilan birga o'tkazgan har bir ishlarimiz bo'lsin, hammasi ya'ni Xudoning o'zining bizning ustimizda o'zining irodasi bo'yicha har bir kunlarimizni yetaklab, shu cho'ng o'zi amalga oshirmoqchi bo'lgan shu irodasi yo'lida bizni yetaklayotganligini, shu irodasini amalga oshirish uchun bizning hayotimizga har bir kunlarimizni moslashtirib, bizning manfaatimiz uchun o'rlashtirib yetaklayotganligini biz ham tushuna olamiz. Masalan, bu butun hayotimizni moslashtirib bizning manfaatimiz uchun o'rinlashtirganligini degan gap mayli bugunimizdagi ishlar bo'lsin, mayli o'tmishimizdagi ishlar bo'lsin va yoki bizda bilmaydigan, tasavvur qilolmaydigan atimizdagi, kelgusimizdagi ishlar bo'lsin, hammasini Xudo bizning uchun, bizning hayotimizda o'zining amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasi uchun, irodasi yo'lida yetaklab, har bir kunlarimiz shu irodasi yo'lida yetaklab, moslashtirib, bizning uchun shu yetaklagan, o'rinlashtirgan kunlar ekanligiga biz ishonishimizning naqadar muhimligini biz ko'ra olamiz. Masalan, biz balki bunda o'ylashimiz mumkin, biz kelgusimizdagi ishlarni, atimizdagi ishlarni biz tasavvur qila olmaymiz, bilmaymiz. Bo'libmi bizga o'xshash bir millat, alohida o'rinda biz hozir 21-asrdagi alohida bir millat bo'lib qoldik. Mushunday ahvol ostida biz atimizning qanday bo'lishimizni hozir tasavvur qila olmaymiz. Kelgusimizning qanday bo'lishimizni hozir bilmaymiz. Lekin shunday bo'lsa-mu, bizni yetakligichi Xudo, bizni o'ziga chaqirgan Xudo, o'zi bizning hayotimizni, har bir kunlarimizni bizning uchun yaxshi deb, bizning uchun moslashtirib, bizning hayotimizda o'zining amalga oshirmoqchi bo'lgan shu irodasi bo'yicha yetaklaydiganligiga bo'lgan ishonchimiz bilan har bir kunimizni Xudoni chaqirib, Xudo yaqin yashimizning naqadar muhimligini biz bu orqali ko'ra olamiz. Masalan, bugun biz Yeshuvani ko'rgan edik. Shuni 3-bobni o'qisaqmi, ular Yordan daryosini o'tgan vaqtida, ya'ni 2-avlod Isroillar Xudo va'da qilgan Qanon zaminiga kirish uchun shu Yordan daryosini o'tishga to'g'ri kelgan vaqtida Xudo deydi, ya'ni ahdi sandig'ini
baş ruhaniylar, laviylar ahdi sandığını baş götürüp mansın. Çünkü sizler o zaman kirip bakmadınlar, o zamanı bilmeyizler. Şunun için ahdi sandığını avval götürüp mansın, sizler ahdi sandığını erişmeyenler deyip durup, ahdi sandığını avval götürüp meyenler deyin sözüm yet point kıldı da, mühim nokta kıldı. Çünkü bu yerde biz qaraydigan bolsak İsraillar Mısırdan chiqqan vaqtida ularni nim boshlab mandi. Xudo ot dövrigi bilan bulut dövrigi bo'lib, ularni kechida ot dövrigi qilib, kunduzda bulut dövrigi qilib, ularni yetaklab mandi. Shunaqqa cho'lni shuna yetaklab mandi. Ular mangpahmagan shu cho'l jazirada, ular inson uchun xatar, o'lim va'dasi bo'lgan shu cho'lda Xudo o'zi bulut bilan o't to'riga bo'lib yetaklab manganligini ko'ra olamiz. Endi İsraillar, ikkinchi avlod İsraillar bo'lsa Qanon zaminiga kiradigan vaqtida, Yordan darasini o'tadigan vaqtida Xudo ular bilan ahd tuzgan emasmi? Ahdi sandig'ini, ya'ni men sizlarga bo'lgan ahdam va'dam bor deb turib Xudo o'zi shu ahd xalqini o'zi bosh bo'lib, ya'ni ahd sandig'ini boshda mang'uzishlik sababim Xudo o'zi ahd sandig'ini bosh qilib turib, ular kirib baxmagan shu zaminga boshlar bo'lib kirganligini biz ko'rib olamiz. Ya'ni Xudo shundaq xalqini har davrda, har vaqtda shundaq yetaklagan bir nimani ko'rib olamiz. Undan so'ng bugungi kunda Xudo muqaddas ruh orqali bizni yetaklayapti emasmi? Biz shu kelgusimizni bilmaymiz, keyinligimiz qanday bilmaymiz, kelgusimiz çünkü biz berib baxmagan, biz kirib baxmagan, biz yashab baxmagan hayotlar. Shunday bo'lsa-mu bu hayotimizni, kelgusimizdagi hayotimizda ham Xudoning bizni muqaddas ruhi orqali to'xtamasin, o'zliksiz yetaklayotganligini biz ham his qilib, Xudoni har vaqt chaqirib, Xudoning bizni yetaklashini, bizni har vaqt shu maqpahmanmush yo'llarimizda, shu hayotimizda qanday qilib Xudo bilan birga Xudoning shu bizning hayotimizni o'zining so'zlari bilan, o'zining qilmoqchi bo'lgan ishlari bilan, irodasi bilan o'tkazishimiz uchun yetaklashini, shundaqla Xudoning bizning hayotimiz ustida har bir kunimizda, har bir o'rnimizda, mayli ish o'rnimiz bo'lsin, mayli oilamiz bo'lsin, ve meyli dostlarımız arasında olsun, cemiyette olsun, bizning orqali, bizning hayotimiz orqali o'zining haqiqatini, ulug'ligini bizning hayotimizda yashab chiqargidek bizni yetaklab, chiqarishimiz uchun bizni yetaklashini, shunali bizmi o'z navbatida Xudoning ulug'ligini bizning hayotimizda ko'rib, texmi Xudoni cho'nqur tunib, shunday bir e'tiqodchilardan qildiganligini biz ham ishonchimiz bilan shunday Xudoning irodasiga doim ko'z tikishimizning, intilishimizning naqadar muhimligini, ishonishimizning naqadar muhimligini ham bugungi Yusufning mazmuni orqali ko'ra olamiz. Buni ham bu Rimliklar yozgan xat orqali emas, balki biz Filipliklar yozgan xatga qarasaqmi, birinchi babning 12-14 oyat qarasaqmi, Filipliklar yozgan xatmi Pavlus bo'lsa, shu Rim turmusida yozgan, Filipliklardagi mush jamoatga turmudik vaqtida yozganda, ayni vaqtda shu elchilar faoliyatimiz o'qib chiqdik. Shu vaqt qarasaqmi, Pavlusning boshidan mangan vaqtida, uni ba'zan qarindoshlar kelib Rimga barsang mundaq ishlar yuz berdi deb turib oldin Pavlusning ya'ni shu yerda 5 yildan ishlarni oldin deganlar bo'lgan-ku. Ba'zilar o'zi barman qarindishim damda deganlar bo'lgan. Lekin Pavlus bargan emas. Shu vaqtda Pavlus o'zining hayotiga Xudoning irodasi bilan qarab turib degan mundaq Filipliklarga yozgan xatda mundaq xitobatda qarindoshlar alqi. Shuni bilishlarini xohlaymanki, beshim kelgan bu jafo mushaqqatlarni turmida emasmi hozir? Turmida turib eslatgan bo'lishgan bu jafo mushaqqatlar turmidilar emas, u Rim safaridim shu qadar jafo mushaqqatlarni kechirdi, xush xabar taqtish yo'lladim, shu qadar jiq ishlar bor, shu qadar jiq javr jafolarni tatdi-da bu. Shu javr jafolar, shu besha kelgan shu barliq jafo mushaqqatlarning xush xabarning texnikan tarqilishiga turtki bo'lganligini nazarda tutib turib, o'zining hayotidagi bu javr jafo mushaqqatlik ishlar bo'lsin, bu jarayonlar bo'lsin, beshidan o'tgan har bir ishlari bo'lsin, garchi javr jafolar bo'lgan bilan, bu javr jafo bo'lgan bilan, lekin bu ishlarimizni xush xabarni tarqitishga turtki bo'lganligini, shundaqla uning hozir zindondagi turishlik sababidan ham nurg'un qarindoshlarning Xudoga bo'lgan ishonch kuchayib, Xudoning so'zini, xush xabarni mardona yurak holda yetkazishiga ham turtki bo'lganligini deb turib, bizni o'zining hayotidagi javr jafo bo'lsin, o'zining hayotida yuz bergan barliq ishlar bo'lsin, barcha jarayonlarga hammasiga Xudoning irodasi,
Xudoning Pavlosning ustida qilayotgan shu ishlari, ya'ni Pavlos hayot orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlariga qarab turib baho berganligini, o'zining hayotida Xudoning irodasi bilan qaraganligini biz ham shuningdek ko'rib o'talaydigan edik. Shunga bugun Yusufning hayotiga ham Yusufning ham o'zining hayotiga dal Xudoning uning hayot orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan, endi bo'lib qahatchilik bo'lsin, xalqining hayotini qutqizish uchun bo'lsin, mushunday cho'ng irodasini Yusuf orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan mush irodalarini uchun Xudoning avval Yusufni akalarining shu qilgan garchi yomonlik bilan boshlangan shu bilan shu ishni yaxshilik aylantirib Yusufni avval Xudoning o'z irodasi bo'yicha yetaklab, mush bugunga qadar yetaklab bugungi mush ishlarga, bugungi mush o'ringa, hozirgi mush joyiga, hozirgi mush hayotiga kelganligini ham Yusuf akalarga shunday da'vat qilganini biz ko'rib olamiz. Shuningdek bugungi 45-bobda asosan eng muhim mazmun dal shu Yusufning hayotiga, ya'ni akalarga degan so'zi eng muhim edi. Albatta oxirsida ham ko'rishib, ularga kiyim-kechak va barcha ashliq va narsalarni tayyorlab, atasini kelishga, ya'ni atasiga deb atasini boshlab kelishga evatdi emasmi? Shuningga o'xshash bugungi shu mazmun orqali biz ham hayotimizda bir o'ylab beqish tegishli masalalar, mazmunlar, hayotimizni tadbiqlab turib Xudoning oldida so'rab beqish tegishli savollarimiz ham, Xudoning oldida har vaqt duo qilgan vaqtlarimiz bo'lsin. Xudodan shunday so'raydigan, bizning hayotimizga ham Xudodan hayotimizga Xudoning qanday irodasi bor ekanligini ham so'raydigan shunday savollar. Masalan, bugungi mazmunda deganga o'xshash Xudo xalqining hayotini saqlab qolish uchun meni avval bu yerga yevatdi. Ya'ni avval bu yerga qo'ydi. Deganga o'xshash. Ham shunday Xudo shu hayotni, ya'ni sizlarning naslinglarni, sizlarning hayotinglarni saqlab qolish uchun, qutqizib qolish uchun shunday ishlarni, ya'ni shu qutqizib, mening hayotimni qutqizib, hayotimni cho'ng mo'jizalarni ko'rsatib bu yerga avatdi. Avval avatdi. Xudo yevatdi degan so'zlar bor. Bu so'zlar orqali bizmi masalanga Xudo sizni masalan biz hammamiz burundan chiqqan Uyg'urlar balki ozilishimiz mumkin chet elga. Ko'pinchimiz 10 yil yoki 10 yilning ostidagilar bo'lishi mumkin vatandan chiqqanlar bo'lsak. Unda bo'lsa Xudo sizni dal ashundaq vatanning qiyin ahvollari ostida sizni chatga evatishidiki, hayotingizni yetaklab hozir turayotgan shu joyingizga evatib, hozirgi hayotingiz, hozirgi o'rningizni shundaq o'rinlashtirib shu joylarga yetaklashidiki maqsadi, irodasi nimadir deganlarni so'rab baqqan bo'lishingiz mumkin. Ham shundaqla Bruman degan sizlarga degan o'xshash biz dal mushundaq davrda, dal mushundaq vaqtda tug'ilib, dal shundaq joyda o'sib yetilib, dal shundaq millatning suyini ichib, shu millatdan bo'lib, mansub bo'lib, mushundaq yashab, mushundaq kunlar kelgan vaqtimizda biz mushundaq sirtlarda turib, garchi javri jafoliq musofirlik hayotimizni yashayotgan, hijron ichidagi bir hayotimizni yashayotgan bo'lgan bilan bizni Xudo mushundaq vaqtlarda bizning hayotimizni mushu joygacha boshlab akilishga sababi, maqsadi, irodasi nimadir? Bizning hayotimiz orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasi, qilmoqchi bo'lgan ishlari nimadir degan ishlarni bizmi bir qatim o'ylab chiqishimizga to'g'ri keldi. Va yoki bundaq qilmasakmi biz angli bilan yana bir qatim o'ylab baqishimiz biz avval bir musulmon bir madaniyat, ya'ni musulmonlik bir madaniyatini o'zimizning madaniyatimizni aytdi, nurg'un madaniyatlar, nurg'un nimalarning ta'sir uchirgan, masalan, shamonizm deylik, o'tirdi sofi musulmon islom bo'lgan bilan, ya'ni sofizmning nimalari ko'p, bizning asoratlari ko'p. Nurg'un diniy e'tiqod bo'lsin, shuna bo'lsinmi? Mushundaq bir murakkab bo'lgan bir e'tiqodiy, bir tarixiy, bir sharoitlar, arq ko'rinishlarni biz arq ko'rinish qilgan bizning bir hayotimiz bor. Bizning qarindoshlarimiz, bizning oilamizga ko'pincha balkim texchalik shundaq bir murakkab bo'lgan va yoki shundaq bir islomiy sharoit ichida, islomiy arq ko'rinish ichida yashayotgan bo'lishi mumkin. Ana shundaq bir tarixiy, bir murakkab bo'lgan va yoki shundaq bir sharoitlar ichidan sizni avval Xudo o'zining irodasi bilan o'ziga sizning o'zingizga o'zini Xudo o'zini namoyon qilishidagi sabab sizni avval o'zining haqiqat yo'liga, haqqoniylik yo'liga chaqirishidagi sabab ham nimadir? Sizni avval Xudo o'zining oldiga kelishidagi sabab ham nimadir? degan narsalarni balkim qarindoshlar o'ylab baqqan bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-mu, bundaq savollarni biz har doim
e'tiqodchilik hayotımızda bir haqiqiy bir Xudoni söygen, Xudoning haqiqat yo'lida mangadigan, Xudo chaqirib olgan, Xudoga mansub bo'lgan, Ayso Masih Rabbimiz Ayso Masihga mansub bo'lgan bir e'tiqodchi bo'lish sifatimiz bilan biz har vaqt Rabbning oldida so'rab beqish masalalar bor. Mushunga o'xshash. Shunday savollarni hayotimizdagi irodasini, qilmoqchi bo'lgan ishlarni mushlarni so'ragan vaqtimizda bizning hayotimizning tubki bir cho'ng bir yo'li. Biz hayotimizni qanday yashashimiz kerak? Hayotimizni qanday mangishimiz kerak? Qanday yashashimiz, qanday o'tkazishimiz kerak degan bir savolga javob topa olamiz. Bu savolga javob topgan vaqtimizda biz ham har bir kunimizni behuda ishlarga, behuda narsalarga ayirmasdan, behuda ishlarga ko'ngil bo'lmasdan, balki shu hayotimizning ustidagi Xudoning irodasiga markazlashtirib, har bir kunimiz, har bir ishlarimizni shu irodasi yo'lida markazlashtirib, shu irodasi yo'lida o'rgangan ishlarimizni o'rganib, tayyor qilgan ishlarimizni tayyor qilib, shunday yo'lda mangan vaqtimizda hamon bir kuni Xudo shu hayotimizning ustida shu ishlarni amalga oshiradi. Shu ulug'likni biz ham hayotimizda ko'ra olamiz degan o'xshash. Shunga menem qarindoshlarning Yusufning hayoti orqali biz necha xil vaqtlar bo'ldi bu Yusufning hayotini so'zlagili. Mush orqali biz ham qarindoshlarning shunday hayot ustida Xudoning oldiga kelib, Xudodan hayotiga bo'lgan irodasini, shunday yetaklayotganliklarining nimaligini, shundan cho'nqur bir anqirab, doim shu hayotidagi Xudoning yetaklashi irodasi ustida duo qilib, shu ishlarni markaz qilib, hayotindagi ishlarni shu Xudoning irodasiga markaz qilib o'tkazishini ham umid qilman. Bugungi mazmunni mushunchalik ko'raylik. Endi Yaqubning oxirsida Yaqubning ma'qul men baray hayot ekanligini ham ishandim, ko'zim ochiqda baray degan so'zini 46-bob, ya'ni Yaqubning inkosi bilan 46-bob bilan birlashtirib ko'rsak bo'ladi. Bugungi mazmunni mushunchalik ko'raylik qarindoshlar. Unda biz keyingi qitimqi darsimizda davomli ko'rishaylik. Ammo Xudodan kelgan aql parosat, donolik, Xudodan kelgan tinchlik, hayotingizga Xudodan kelgan xushallik ata qilishini tilayman. Hamsamanglar aman bo'linglar.